O'zbeklar bolasiga infeksiya yuqdi demaydi, onasinikiga borib bolasini kasal qilib keldi deydi. O'zbeklar kelinni hurmat qilar ekan demaydi, kelini o'tkir boshiga chiqyapti deydi. 4 ta bola bilan aylanishga chiqsang bolalarni aylantiryapti demaydi, zarilmi 4 ta bola bilan ko'chada yurib deydi. Kelin xonasida nimadir yegisi kelibdi-da demaydi, o'g'ri tomoq deydi. Shuncha ovqat yeb semiryapman demaydi, yemasam ham nimagadir semiryapman deydi. O'zbeklar o'qi, olim bo'l demaydi, o'qib shahar olib berarmiding deydi. Kelinim onasi olib bergan demaydi, o'g'lim olib bergan narsani onam olib berdi deb aytadi deydi. Eri yurib ketsa o'zing aybdorsan deydi, xotinni ardoqlasa o'qitib olgan xotin qo'li deydi. Ovqati shirin bo'pti demaydi, gurunchi yaxshi ekan deydi. Qimmat ekan demaydi, bitta aylanib kelaychi deydi. Eri boy bo'lsa xotin orqasidan demaydi, palakat bo'lsa xotinning oyog'i yoqmaydi. Kelinlar sovuqdan kasal bo'ldi demaydi, muzdek kola ichib kasal bo'ldi deydi. O'zbeklar yegin kelganini yegin demaydi, mehmonga qo'yamiz, uyat bo'ladi deydi. O'zbeklar ke shunga negativ yozay demaydi. Like bosib, podpiska bosib qo'yay, shu ham ko'tarilib ketsin deydi. O'zbeklar o'zbeklarni qo'ymaydi-da.